Turmush o'rtog'im bilan janjallashib ota uyimga ketdim. Har kunli janjallar, tushunmovchiliklar, e'tiborsizlik va stresslardan charchadim va biror hunar o'rganib, o'z ustimda ishlashni xohladim deb kursimga kelgan o'quvchim aytib qoldilar. Rostdan ham darsimga kelgan birinchi kunlari juda tushkun kayfiyatda, o'ychan holatda o'tirdilar. Darslar mobaynida ayollar jamoasini ko'rdilar, ilm oldilar, stressdan chiqishlari uchun ham alohida gaplashdik. Bir hafta ichida o'quvchimda ayollik energiyasi va jozibasi paydo bo'ldi va buni hatto kursdoshlari ham sezishdi. 8-kuni esa klinikamiz yonida turmush o'rtoqlari o'qishdan chiqishlarini kutib turgan ekanlar. Ularning eng katta xatosi fokus faqat erida bo'lgan. E'tibor, mehr talab qilib erini bezdirgan. O'qish jarayonida esa butun fokusini o'ziga va ilm olishga qaratgan. Bir necha oylab esiga ham kelinmagan ayol endi mutlaq boshqacha joziba va latofatli ayol qiyofasida edilar. Joziba, latofat deganda makiyaj qilish, qimmatbaho kiyimlar kiyish yoki qimmat atirlar sepish emas. Haqiqiy jozibani kursimda o'qigan o'quvchilarim bilishadi. Muslimalarim, sizga bir kichik eslatma qilishni joiz deb topdim. Hech qachon bekorchi ayol bo'lmang. Doim izlanishda, ilm olishda to'xtamang. Eringiz uchun o'qib tugatilingan kitob bo'lib qolmang. Har kuni u sizni yangitdan kashf qilsin. Shuni unutmang, oilaning tinchligi ayolning zakiyligi bilan saqlanadi.